Avvalambor respublikamizda ta'limga juda katta e'tibor berilyapti. Keyingi paytda xususiy maktablar, o'quv markazlariga ham e'tiborlar kuchaymoqda. Albatta, hozirgi paytda prezident maktablariga bolalarni tayyorlash, Al-Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek, Ibn Sino ixtisoslashtirilgan ijod maktablariga o'quvchilar qabullari boshlandi. Albatta, mana shu sohada men alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, PMTS jamoasiga katta rahmat aytmoqchiman. PMTS jamoasi qisqa vaqt ichida respublikamizni to'liq qamrab oldi. O'quvchilarni prezident maktablariga tayyorlashda hozir respublikamizda liderlikni boy bermayapti bular. Albatta birgina Surxondaryoni misol oladigan bo'lsak, Surxondaryoning Uzun tumanida fevral oyida PMTS jamoasi borib 460 dan ortiq surxondaryolik 4-sinf o'quvchilari bilan olimpiada o'tkazdi. Shu olimpiada bizlarni 4 nafar o'quvchimiz bugungi katta yutuqli olimpiadaga kelishga muvaffaq bo'ldi. Albatta bunda shaffoflik, o'quvchilar haqiqiy bilimlarni sinab olindi. Sho'rchidan 1 nafar o'quvchimiz, Uzun tumandan 3 nafar o'quvchimiz kelib bugungi katta yutuqli olimpiadaga qatnashyapti. O'quvchilarga omad tilayman. Bu jamoaning ishlariga ham omad tilayman. Asrorbek boshchiligidagi PMTS jamoasi juda katta ishlar qilyapti. Albatta bu 150 million so'm juda katta pul 4-sinf o'quvchilari uchun. Birinchi o'ringa 60 million, ikkinchi o'ringa 35 million, uchinchi o'ringa 25 million, bundan tashqari 4-38 o'rinlarga 1 milliondan mukofot qo'yishdi. Shuning uchun bu jamoaga, ayniqsa bugungi tashkilotchiliklarga tasannular aytsa bo'ladi. Ota-onalarni kutib olish, o'quvchilarga yaratilgan sharoit, shu fursatdan foydalanib men Registon xususiy maktabi rahbariyatiga, jamoasiga ham rahmat aytaman. O'quvchilarimizga omad tilaymiz. O'ylaymanki, bugun kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar do'stlik g'olib bo'ladi. Chunki eng 12 ming o'quvchining ichidan 150 nafar o'quvchilarning shu yerga yetib kelishi o'zi g'oliblik deb o'ylayman. Hamma tashkilotchilarga, shu bugungi xizmat qilayotgan barcha ustozlarga rahmat aytaman. Mana shu ilm yo'lida sarflangan ishlarda Allohim o'zi ajrini bersin, omad tilayman. Assalomu alaykum. Hozirda PMTS jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan katta yutuqli olimpiadada o'z jamoamiz o'quvchilarimiz bilan ishtirok etyapmiz. Bizda hozir 5 ta o'quvchimiz Qashqadaryodan saralanib, hozirgi Toshkentda bo'layotgan final bosqichigacha yetib keldi. Ushbu olimpiada butun respublikani qamrab oldi va juda ko'plab o'quvchilar orasidan 150 ga yaqin eng kuchli o'quvchilar saralandi. Ya'ni saralash jarayonlari turli xil testlar orqali bo'lib, o'sha testlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarni Zoom orqali alohida eng kuchli o'quvchilarni saralashdi va ushbu saralashlarda 5 ta o'quvchimiz yuqori natijalar qayd etib, final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Hozirda olimpiada jarayonlari juda zo'r tashkil etilgan, ya'ni ota-onalar uchun kutubxonalari, maxsus komfort zonalar va o'quvchilar uchun maxsus xonalar tashkil etilgan. Olimpiadada hozir yechim bo'yicha 40 ta savol berilgan va 1,5 soat vaqt ajratilgan o'quvchilar uchun va hamma o'quvchilarga omad tilab qolaman. Assalomu alaykum. Biz bugun Qorako'l tumanidan, ya'ni Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan Qorako'l International School xususiy maktabidan 4 nafar shogirdim bilan ishtirok etyapmiz. PMTS jamoasi bilan 3 yillik hamkorlikdamiz. 3 yildan buyon to'g'risi juda o'quvchilarimizning natijalari yuksalib boryapti. Har safar olinayotgan repetitsion testlari tashkil qilinayotgan. Yaqinda mana aprel oyida aynan Buxoro viloyati Qorako'l tumanida bizning xususiy maktabimiz bilan PMTS jamoasi katta yutuqli olimpiada uchun birgalikda hamkorlikdagi olimpiadamiz tashkil qildik. Unda 200 dan ziyod o'quvchilarimiz ishtirok etdi hamda shu o'quvchilardan 2 nafarga yo'llanma berildi PMTS jamoasi tomonidan. Undan tashqari yana 2 ta o'quvchimiz PMTS jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan repetitsion testlarda yuqori natijalarga erishib, Zoom ilovasida savol-javoblardan o'tib, yana 2 nafar o'quvchimiz shu katta yutuqli olimpiadaga yo'llanma olishgan. Bugun mana PMTS jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan katta yutuqli olimpiadaga aynan o'zim shogirdlarimni olib keldim va bu yerda tashkil qilinayotgan sharoitlarni ko'rib, to'g'risi PMTS jamoasiga juda katta rahmatlarimizni aytamiz. Ota-onalar uchun, o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Ushbu fursatdan foydalanib PMTS jamoasiga hamda Asrorbek Jumanazarov ustozlariga barchalariga rahmat aytamiz.
Assalomu alaykum. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Zamin Liderlar akademiyasi o'quv markazidan bugungi katta yutuqli olimpiadaning 2025-yilgi final bosqichiga keldik. Olimpiada jarayonlari juda ham shaffof tarzda, adolat bilan o'tkazilmoqda. Biz bu jarayonlar bilan jamoamiz bilan yaqindan tanishdik va bu olimpiadamizga respublika bo'ylab eng kuchli 150 nafar o'quvchi saralab olingan. Saralash jarayonlari ham Zoom dasturi orqali shaffof va adolat bilan barcha o'quvchilarni bilimini yanada mustahkam tekshirilgan holatda qabul qilingan. Hozirgi olimpiadada qatnashayotgan o'quvchilar eng kuchli va bilimli o'quvchilar hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun katta yutuqli Olimpiada 2025 olimpiadasida o'tiribmiz. PMTest jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan bu yutuqli olimpiada ota-onalar uchun, barcha o'quvchilarimiz uchun juda bir manfaatli bo'lyapti. Biz PMTest jamoasi bilan 3 yildan buyon hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Bu o'tgan 3 yilda barcha o'quvchilarimiz PMTest jamoasi tomonidan tashkil qilinayotgan repetitsion testlarda o'z bilimlarini sinab ko'rib, bilimlarini borgan sari oshirib bormoqdalar. Xususan 2024-2025 o'quv yilida PMTest jamoasi bilan hamkorlikda tashkil qilingan repetitsion testlarda o'quvchilarimiz yuqori o'rinlarni olib, Zoom ilovasi orqali tashkil qilingan yutuqli olimpiada uchun yo'llanmada 2 nafar o'quvchimiz yo'llanma olishdi. Undan tashqari, aprel oyida Karakul International School xususiy maktab bilan PMTest jamoasi hamkorligida o'zaro olimpiada tashkil qilingan. Ushbu olimpiadada ham 2 nafar o'quvchimiz ushbu katta yutuqli olimpiadaga yo'llanma olishgan. Biz bugun Qorako'l tumanidan kelib, Karakul International School jamoasi bilan 4 nafar shogirdim ishtirok etmoqda. Bugungi tashkil qilingan olimpiadada barcha ustozlarga, xususan PMTest jamoasiga, xususan Asrorbek Jumanazarov jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashkil qilinayotgan, yaratilgan shart-sharoitlardan biz juda mamnunmiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz 1 yil davomida kutgan va qattiq tayyorgarlik ko'rgan PMTest jamoasi tomonidan tashkil etilgan Kiyo olimpiadasidamiz. Bu olimpiadaga 150 nafar o'quvchi tanlanib, saralab olindi. Respublika bo'yicha eng bilimli o'quvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz 1 yil davomida qattiq kutgan hamda qattiq tayyorgarlik ko'rgan PMTest jamoasi asos solgan Kiyo olimpiadasidamiz. Bu olimpiadaga 10 ming nafardan ortiq o'quvchilar qatnashgan va ularning ichidan 150 nafari saralanib, tanlanib olingan. Shular qatorida Farg'ona viloyatidan Kinder School xususiy maktabidan 15 nafar o'quvchi bilan ushbu olimpiadaga tashrif buyurdik. Bugungi olimpiada juda ham ajoyib tashkil qilingan. Biz o'tgan yil ham bu olimpiadada qatnashganmiz. Biz PMTest jamoasini halolligiga hamda shaffofligiga juda qattiq ishonamiz va o'z ko'zimiz bilan necha bora ko'rganmiz. Men Qo'qon shahar Global English School o'quv markazi o'quvchisiman. Biz PMTest jamoasi bilan 4 yildan beri hamkorlikda ish olib boramiz. Ular tuzgan testlari, shu prezident maktabi, Alfozim maktabi testlariga yaqin, o'xshash. Biz o'zimiz bergan bilimlarni shu testlar orqali boyita boramiz. Buning uchun PMTest jamoasiga kattakon rahmat aytamiz. Bugungi kunga bo'lib turgan olimpiada haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunga bo'lib turgan olimpiadamiz shaffof bo'lyapti. O'zimiz kuzatib, saralashdan o'tgan ballarni ham o'zimiz kirib kuzatib, nima qilib shaffof tarzda o'tkazildi hammasi. Buning uchun PMTest komandasiga, ya'ni jamoasiga kattakon rahmat aytamiz. Ya'ni ishlariga rivoj tilab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Men o'ylaymanki, hozir mana shu yerga yaratgandi rahmat yog'ib turibdi. Chunki respublikamiz bo'yicha 150 dan ziyod o'quvchi mana shu yerga, mana shunday ajoyib olimpiadaga qatnashish uchun yetib kelgan. Shu qatori bizda Edu Hilol o'quv markazimizdan ham 3 ta o'quvchi mana shu olimpiadaga yo'llanmani olgan. Mana shunday chiroyli olimpiadani tashkillashtirgani uchun PMTest jamoasiga va alohida Asrorbek Jumanazarov ustozga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu olimpiadada hammaga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Men Buxoro shahar Qorako'l ta'lim o'quv markazi katta o'qituvchisi Narziyev Og'abek bo'laman. Xo'sh, bizning o'quvchilarimiz yillar davomida Prezident maktabiga kirish bo'yicha yuqori natijalarni qo'lga kiritadi. Xususan o'tgan yili o'quvchilarimiz 24 ta qabulni 8 tasi bizning o'quvchilarimiz tashkil etadi. Buning uchun biz Prezident maktab jamoasiga, PMTest jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki bizlar materiallar, manbalarni albatta hamkorlikda birga ishlaymiz.
Va mana bu katta yutuqli olimpiada ham yil davomida o'quvchilarni bilimga baho bergan holatda testlar onlayn va offlayn Zoom orqali suhbat jarayonida o'quvchilarimiz tanlab olindi. Bular hammasi shaffof o'tkazildi. Bizning o'quvchilarimiz kelib hozir qatnashyapti. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Husnudin Abdumannonov, Qo'qon shahridagi Cambridge akademiyasi rahbariman va bugun biz Toshkent shahrida Registon o'quv markazida KIO 2025, ya'ni katta yutuqli olimpiada 2025-yilgi qismini final bosqichida turibmiz. Bugun 150 ga yaqin respublikaning eng top, eng zo'r kuchli 4-sinf o'quvchilari, 3-4 sinf o'quvchilari yig'ilgan. Misol uchun bugungi finalda birinchi o'rniga ham 60 million tikilgan, ikkinchi o'rniga 35 million, uchinchi o'rniga 20 million pul jamoasi tikilgan. Bu salkam 5 ming, 3 ming, 2 ming dollar haqida gap ketyapti. Oddiy o'quvchi tayyorlanib yurgan holatida kelib finalga qatnashib, shunchaki finalda birinchi o'rinni olganning o'ziga hech qanaqa bitta shak shubha yo'q, shuncha pul mukofotiga ega bo'ladi va ota-onasining roziligiga, ularni yuzini yorug' qilishga, eng muhimi ustozining ishonchiga sazovor bo'lishadi. Shuning uchun ustoz tashkil qilayotgan bunaqangi tadbirlarga, ustoz tashkil qilayotgan testlarga biz kelajakda ham omad tilaymiz va butun respublikaga bemalol ayta olamanki, hozirgi kunda eng shaffof, eng haqiqiy va haqiqiy imtihonga yaqin bo'lganda ehtimol juda yuqori bo'lgan testlar faqat PMTest Asror Jumanazarov jamoasi tomonidan tashkil etiladi va biz bularga har doim ishonamiz. Hammaga omad. Sizlarni PMTest jamoasi tomonidan tashkil etilgan katta yutuqli olimpiada 2025 final bosqichi taqdirlash marosimida ko'rib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Bugun biz yurtimiz bo'ylab 10 mingdan ortiq iqtidorli 3-4 sinf o'quvchilari ishtirok etgan prezident maktablariga tayyorlovga xizmat qiluvchi katta yutuqli olimpiadaning yakuniy bosqichiga yig'ilib turibmiz. Qadrli mehmonlar, bu musobaqa orqali PMTest jamoasi yoshlarimizda matematikaga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularni prezident maktablariga tayyorlash va eng muhimi ular ichidagi iste'dodni yuzaga keltirishga katta yordam beradi. 150 nafar o'quvchi finalga yetib keldi va ular orasida eng zo'rlari bugun mana shu yerda. Hurmatli o'quvchilar, aziz ota-onalar, har bir katta ish ortida ulkan fidoyilik, orzu va mehnat bo'ladi. Bugun mana shunday olimpiadani tashkillashtirgan inson, o'zimizda ustozga sadoqatli yosh avlod va ilmga jon kuydiradigan PMTest jamoasining asoschisi va rahbari hurmatli Asrorjon Jumanazarov bizni kechamizning mehmoni. Shunday ekan, ularga so'z bersam, marhamat Asrorbek. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli o'quvchilar. Sizlarni hammanglarni ko'rib turganimdan juda xursandman. Sizlar menga begona emaslar-da. Sizlar biz xuddi aka-uka, hali ustoz otangday ulug' deganni singari o'quvchilar xuddi farzandday bo'lib qolar ekanda. Shu ma'noda hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Xush kelibsizlar va mana shu davrani bunaqa davra ancha-muncha joyda bo'lmaydi. Sabab bu yerda O'zbekistonda 3-4 sinflarning eng kuchlilari o'tiribdi. Bu yerdagi ota-onalardagi ota-onalar yo'q. Sababi bu yerdagi bolalarni bu darajada tarbiyalash uchun ota-ona ham ancha mehnat, mashaqqat chekkan bo'lish kerak. Mana shu yerda o'quvchilarni olib kelgan ustozlar bor. Mana shu ustozlar chinakam ma'noda fidoyi, o'z kasbini ustasi va mehnati bilan juda ko'pchilikka samara berayotgan, foyda keltirayotgan ustozlar. Shuning uchun men bu davrada turganimdan, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Xo'p, endi katta yutuqli olimpiadani saralash bosqichini hammanglar bilasizlar. Birorta o'quvchi o'zidan o'zi kelib qolmadi. Mana shu yerda turgan o'quvchilar hammanglar men savol-javob qilganmiz-a? 150 ta. Shuni ham aytib qo'yay, men biror marta yakshanba kuni dam olmadim. Yakshanba kunlari bo'lsa, kimdir aniqlab, qaysidir viloyatga borib olimpiada o'tkazdik yoki Zoom orqali o'quvchilar bilan savol-javob qildik. Shu ma'noda sizlar bilan haliga boya aytganimizdek begona emasmiz, yaqinmiz. Xuddi
Bu olimpiada sizlarniki. Endi o'quvchilar mana shu yerda demak olimpiadan saralash bosqichida savol javob bilan testlarda eng faol qatnashgan o'quvchilarni saralab oldik. Bugungi test natijalarini ham bildingizlar deyarli. Kutilmagan natijalar bo'ldi. Yangi iqtidorlar aniqlandi. Xudo xolasa ozgina konsertdan keyin ularni e'lon qilamiz. Va shu ma'noda men endi o'zim haqimda ham ozgina gapiradigan bo'lsak, ota-onalar so'rashadi, ustoz, siz qayerda bitirgansiz? Kimsiz degan ma'noda so'rashadi. Men o'zim iqtisodchiman. Iqtisod sohasida magistraturada ham o'qidim. Lekin bir ustozim sabab matematikaga shunaqa mehr qo'ydim. Va mana shu matematikani bilishim menga iqtisodda ham zo'r tushunishimga yoki davlat tashkilotlarida qaysi tashkilotda ishlagan bo'lsam, ana shu tashkilotlarda eng zo'r kadr bo'lib ishlashimga yordam berdi. Davlat tashkilotlarida, hokimiyatlarda, yaxshi lavozimlarda ishladik, maza qilib ishladik. Chunki tushunmaydigan muammoyimiz, hal qila olmaydigan ishimiz yo'q edi. Shu ma'nodan ota-onalar sizlarni tabriklayman. Mana shu farzandinglarni olimpiadaga tayyorlash jarayonida hayotdagi o ish jarayonidagi umuman qiynalmaydigan holatga olib keldinglar. Fikrlash eng muhimi. Va meni ham nimaga bunaqa bo'ldi desa, sababi ustozim mana o'zlari ham mana shu yerda o'tiribdilar. Respublika olimpiadasiga tayyorlardim. Oddiy bola bo'lganmiz. Men Asror mash kitoblardan ishlab, u mahalda o'zbekcha kitoblar kam edi. Ruscha kitoblarni olib kelib beraman. Mana shundan ishlab, mana shundan ishlab. Shu olimpiadaga tayyorlanaman deb boshqalardan ozgina yuqoriga ko'tarilganingiz haligi musobaqalarda bo'ladi-yu, 0.1 sekundga o'tib ketadi ot. Lekin birinchi o'rinning mukofoti ikkinchi o'rindan ko'ra 10 barobar yuqori bo'ladi. Shu ma'noda sizlar ham olimpiadaga kelib ozgina tayyorlanganinglar hayotda 2-3 barobar yuqori marralarda egallashinglarda Xudo xolasa yordam bo'ladi. Ruxsatinglar bilan men shu davraga o'zim ustozim Nazarov O'ktamjon domlani chaqirsam-da, shu ustozimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sababi mana shu o'zim aytib o'tgandek iqtisodchiman. Lekin litseyda 11-sinfda respublika olimpiadasiga chiqib yuqori natijalar ko'rsatishim matematikani hayotimni ajralmas qismiga aylantirdi. Universitetda birinchi kursda o'qiyman, o'z iqtisodda o'qiyman, matematikada o'quvchi tayyorlayman. Ikkinchi kursda tayyorlayman. 3 oxir aytdim, to'xta, men iqtisodchi bo'lsam. 4ni bitirsam o'quvchi tayyorlamayman deb o'zimga o'zim niyat qildim. Lekin bir narsa bor ekanki, odam kasb emas. Kasb odamni tanlab olar ekanda. Baribir o'quvchilardan ajrala olmayapman. Bundan keyin ham ajralmasam kerak. Taqdirga tan berdim. Xudo xolasa o'qituvchilik bu dadalari ham o'qituvchi bo'lgan, dadam ham o'qituvchi bo'lgan. Qonimizda bor ekan, shuning uchun shu sohadan ketyapmiz. Va buni eng asosiy sababchisi ustozim bo'ladi. Ustoz, marhamat qilib davraga. Sizlarni guvohliginglarda mana shu ustozimdan juda chuqur minnatdormiz. Men uydagilar ham aytadi, ustozingni uzoqdan ko'rib qolsam, eshitmasa ham salom beraman deydi-da. Uzoqda ketyapsiz, u domla ekanda assalomu alaykum deb o'tib ketaman deydi-da. Shunaqa oilamiz bilan hurmat qilamiz va ustozimga bugun sizlarda nimalarda hurmat ma'nosida mana shu tonni kiygizishga ruxsat berasizlar. Mana shunday e'tirof, e'tibor hammamizga nasib qilsin. Ham otaga, ham onaga, ham ustozlarga qarsak chalib turamiz. Qarsakinglar. Endi hayajondasiz. Mana shunday shogirdlarni sizga e'tirofi va albatta hayajonga soladi inson. Oddiygina farzandingiz siz tug'ilgan kuningizda birorta bayramda ro'molcha bersa ko'ziga yosh keladi. Bugun esa mana shu darajaga yetgan ustozni aytadigan shogirdga so'zi bordir. Agar mumkin bo'lsa marhamat, ikki og'iz. Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, aziz ota-onalar. Aytdim-ku, shunaqa bo'ladi. Sizga katta rahmat. Bu sizni
ekkan nihollaringizni mevasi. Bu sizni o'sha umid bilan o'stirgan nihollaringiz soyasi deb o'ylayman. Doim mana shunday e'tirofga loyiq bo'ling. Keling, joyingizga o'tiring bo'lmasa. Qarsakiylar. Asrorbek, men juda ham xursandman. Bitta narsani e'tirof etishim kerak. O'quvchilar bilan birgalikda ko'proq erkak ishlatyapti. Yigitlar, akalar, otasi, buvasi kelgan. Sizga katta rahmat. Endi bizni xalqimiz tushunyaptiki, eng yaxshi sarmoya bu albatta bilimga tikilgan sarmoya. Men dadam aytadilar, sen ko'proq kitob o'qigan, har bitta kitobni endi o'sha vaqtda 1 so'm deb o'ylagan. Qancha ko'p varrog'ini o'qisang, kuniga, haftasiga kerak bo'lsa, oyiga shuncha pul topasan dedilar. Mayli, bizning kasbda ham o'qiladi. O'zidan o'zi kasbimizni egallab bo'lmaydi. Oliygohga o'qiysiz, u yerda ham mana xuddi shunaqa testlar bo'ladi va vaqti kelganda mana shunaqa imtihonlar topshirib turamiz. Bugun esa yig'ilgan miqdor orasida fidoyi o'qituvchilar bor. Biz ularni e'tirof etishni lozim topdik va Asrojon, men sizga iltimos qilaman, bu tarafga o'tsangizda va barcha suratchilar, ularni viloyatlardan kelgan fidoyi ustozlar borki, ularni bugun ozgina bo'lsa ham rag'bat qilishga va e'tibor berishga qaror qildik. Men esa sekin asta ularni o'qib turaman. Ular esa 10 nafarlari mana shu maxsus nominatsiyani qabul qilishadi va biz esa mehmonlarni davr markaziga sekin asta chaqiramiz. Demak, aytganimdek 10 kishi bo'lishadi. Ilm-fan fidoyisi, Uzun tumandagi Buyuk kelajak o'quv markazi rahbari Qurbonali domla Rasulov. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Keyingi nominantimiz eng shijoatli ustoz, Farg'ona shahridagi Intellekt Uz o'quv markazi rahbari va matematika o'quvchilari Jardinov Davron Umaraliyevich. Qo'yib boramiz, orqadan kelyaptilar. Qarshi chalib turamiz. Qarshi musiqaga o'rtoqlar, qarshi. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Qaranglar, ichida yana bitta nominatsiya bor ekan. Eng ijodkor ustoz. Jizzax shahridagi Aydu Hilol o'quv markazi matematika o'qituvchisi Murodboyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li. Qarsakiylar. Eng tashabbuskor ustoz nominatsiyasi bo'yicha Qo'qon shahridagi Global English School matematika o'qituvchisi Nosirov Hayotjon Baxtiyorovich. Hayotjon muborak bo'lsin. 5-chi nominatsiyamiz eng tajribali ustoz Buxoro shahridagi Qorako'l ta'lim o'quv markazi matematika o'qituvchisi Narziyev Og'abek Farhod o'g'li. Endi Buxorodagi endi asosiy maktabni juda ham yaxshi bilamiz. Qorako'lda tumanda joylashgan. U yerdagi matematika olimpiada ishlarini taniymiz va respublikamiz juda ham taniqli bo'lgan maktab va albatta Buxoro bundan orqada qolmaydi. Tabriklaymiz. Buxorodan uzoqlashmaymiz. Qo'shni shahri eng jonkuyar ustoz Navoiy shahridagi demak o'quv markazi matematika o'qituvchisi Sahadov Avazbek Rustambekovich. Aslibek muborak bo'lsin. Eng talabchan ustoz. Bu yaxshi nominatsiya. Hammani erkalab bo'lmaydi. Turaveramiz, rasmga tushamiz. Eng talabchan ustoz. Xo'p,
Bulung'ur tumanidagi Hilol ilm maskani o'quv markazi o'qituvchisi Eshmurodov Sherzod Sindarovich. Sherzodjon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ozgina familiyada qiynalyapman chunki men lotincha o'qishni ozgina biz grilcha o'qiganmiz. Eng kamtar ustoz, voy qaranglar, shunaqa nominatsiya ham bor ekan. O'zi ustozlarning o'zi kamtar bo'lsa, yana qanchalik kamtar bo'lishi mumkin? Hozir bilamiz. Eng kamtar ustoz Qorako'l tumani Qorako'l International School matematika o'qituvchisi Qahhorov Fayzullo Fazliddin o'g'li. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. E'tirof muborak bo'lsin, marhamat. Hozir butun respublikani eng bilimlilari birlashyapti. Qaranglar, bu xoh tumanda bo'lsin, xoh markazda bo'lsin, hammaning bitta maqsadi bor. Bu ham shu kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizga yetuk bilim berish. Qoyil. Ana endi esa eng faol ustoz Farg'ona shahridagi Kinder School o'quv markazi rahbari Abdumannopov Muhammad Nodir Mansurjon o'g'li. Siz keling bo'lmasam o'rinlarga, keling. Farg'ona bormi? Qanday yaxshi. Bojayam aka-ukadek bo'ladi, qoyil. Demak, bojalarga topshirilyapti. Rahmat. Aziz o'quvchilar, ko'ringlar, bu e'tirof etilganlar bilimda yuksak bo'lgan ustozlaringiz. Yana bir bor qarsaginglar. Ota-onalar, ustozlar, PMTS jamoasi birinchi boshlanishida 2-3 kishi bo'lganmizda va tajriba nuqtai nazaridan hali hamma yangi boshlaganlar xom bo'ladi deydi-ku. Biz ham tajribamiz ko'p bo'lmagan. Bizni mana shu darajaga yetkazgan mana shu ustozlar bo'ladi. Xuddi sizlarning mana shu yerga kelishinglarning sababchisi mana shu ustozlar bo'lgani singari bizni PMTS markazimizda ham, PMTS o'quv ilmiy kanalimizda ham shu darajaga olib chiqqan. Hozir mana faol 20 mingta o'quvchi test yechadi-da, bu katta narsa. Nimaga unaqa desa, bu ustozlar agar biror qiyin qo'yarsak, qiyinroq, oson qo'yarsak, yo bu osonroq, bizni doim mo'tadillashtirib, to'g'ri yo'ldan sal og'ishsak aytib ogohlantirib turgani uchun biz doim xatolarimizni sirazi bilamiz. Xatolarimizni sirazi to'g'rilaymiz, o'qituvchilar bizga darhol to'g'rilaymiz va mana shu o'qituvchilar bizga yordam beradi. Va meni eng yoqtirgan narsam ham shu, xatoni to'g'rilash. Kimdir xatoni aytsa yomon ko'radi-da, lekin menda shuni teskarisi. Qanaqadir tavsiya bo'lsa xursand bo'lib ketaman va ana shuni to'g'rilashga harakat qilamiz. Va yana mana bu nominatsiyalarda bu o'quvchilarni va ota-onalarning e'tirofi. Biz ustozlarga nimadir beradigan darajada o'zimizni munosib ko'rmaymiz va bu ota-onalarning e'tirofi, ota-onalardan va o'quvchilardan deb faraz qilasizlar, shunday qabul qilasizlar. Ya'ni xalqimizni sizlarga e'tirofi. Biz ko'pchilik demak yozishganimiz uchun, gaplashganimiz uchun ularda sizlar haqingizda fikrlarim shunday qabul qilasizlar. Rahmat hammanglarga. Sizga katta rahmat, marhamat, o'z joyingizga ishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda matematiklar bor, ularni ham e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Asrorjon, endi o'zingiz taqdim etasiz. Bular Bulatov Abrorbek Akrom o'g'li. Demak, qayerdalar? Shu yerdamilar? Butayev Abrorbek Butayev. Ha, mana, marhamat. Avliho'jayev Shamsiddin ustoz shu yerdamilar? Shu yerda bo'lsalar, kelsinlar. Isakova Mohigul Avaz qizi. Ayollar ham bor ekan, qoyil. Ulkanboyev Zohidjon Vohidjon o'g'li.
qarsak chop turamiz ustozlarga e'tirof. Muhammad Diyorov Otabek Abray o'g'li. Abdulazizov Saidullo Hayitali o'g'li. Saidullo. Normamatov Ramazan Bahodir o'g'li. Raimjonov Aslbek Farhod o'g'li. Ramazan. Aslbek o'qidi. Shomurodov Safarbek Jo'rabek o'g'li. Ixtiyorov Ixtiyor o'g'li. Sulaymonov Abdulhamid Nodir o'g'li. Iftifor ustoz shu adami? Kelyapti. Sulaymonov Abdulhamid Nodir o'g'li. Rahimov Sofqiron Jasur o'g'li. Hursanboyev Xayrullo Saidullo o'g'li. Temirov Samoyiddin Egamberdi o'g'li. Sotvoldiyev Abdulatif Mashhurzoda. O'rinov Muhammadali To'lanboy o'g'li. Odilov Dilyorbek Davlatjon o'g'li. Tojiyev Mirjalol Ahmed o'g'li. Dilyorbek. Tojiyev Mirjalol Ahmed o'g'li. Xolbekov Iqbolbek Esanjonovich. Baxtiyorov Dilshod Bahodir o'g'li. Akbarov Ma'murjon Bahataliyevich. Ibragimov Islombek Ismoilovich. Shodmonov Umidjon O'ktamjon o'g'li. Normamahad Burxoniddin Ziyovuddin o'g'li. Ziyomiddin keling. Bu ko'rib turgan ustozlar hammasi eng qiyin fanlardan bittasi matematiklardir. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yaqinligiga qolmasin. Gapimiz ko'p-ku, vaqtimiz kam. Hammanglarga rahmat. Sizlar O'zbekistonning rivojiga eng katta xizmat qo'shayotgan odamsizlar. Harbiy xizmatchi chegarani qo'riqlab, qanchadir vatanimizni himoya qilayotgan bo'lsa, sizlar ulardan 100 chandon ko'proq vatan rivojiga hissa qo'shyapsizlar. Shu ma'noda hammanglarga rahmat. Rahmat Asrojon, sizga ham. Sovuq deb o'tirsangiz, sovib ketamiz. Sovuq. Xo'p, bu e'tirof etilgan hammalarni tabriklaymiz va faqatki tabrikdan chegaralanib qolmaymiz, chunki bizni kechamiz yana bir mehmonlari bor. Ajoyib jamoa. Agar ruxsat bersanglar, men ularga navbatini bersam. Ruxsatmi? Qarsak bo'lsin. Dizayn jamoasi, marhamat, kelinglar. Bizni hamkorlarimiz qolaversa, mana shunday yig'ilgan ustozlarni, o'quvchilarni shaxsan qutlashga jazm etishgan va ularni munosib kutib olamiz. Qarshi chalib turaylik. Rahmat sizlarga.
Hop, assalomu alaykum. Mana shu nima deydi? Ajoyib bir tadbirga bugun Xudo xolasa o'zlarini harakatlari bilan, o'zlarini intilishlari bilan, bilimlari bilan mana shunaqangi yaxshi natijaga erishib, ham ustozlarini, ham ota-onasini xursand qilgan hurmatli o'quvchi yigit-qizlarimiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, bu yoqda tashkilotchilar, rahbariyat, hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Endi vaqt o'tishini qaranglar-da. Kechagina maktabga o'qiyman, bilimimni oshiraman deb keluvdinglar, mana oradan shuncha yil o'tib, bugun mana 40 yilligiga yig'ilibsizlar, hurmatli ota-onalar, kimdir farzandini, kimdir nabirasi. Voy! Qanaqa 40 yillik nima do'z? Nima bo'pti bu yerda? Bu yerda ota-onalar, maktab bitirganlar yig'ilishi emas, bu yerda maktabda o'qiyotgan bolalarning yig'ilishi bor. Tadbir tushunasizmi? Ha, shu aytib qo'ymaysizlar. Ha, shunaqa. Xush kelibsizlar bolalar. Qaranglar, kechagina o'qiyman deb keluvdinglar. Bilimimni oshiraman degdinglar. Mana bugun yomon o'qiganinglarga mana ota-onalarni ham chaqirishib Ha? Ha? Ota-onalar majlisi yomon o'qiganing unaqa narsa emas. Bu yerda aksincha mana buni o'qiyman, mana o'qiyman. PMTS tushunasizmi? Ha. Bu yerda hamma yaxshi o'qiganlar, a'lo baho olganlar, zo'r ball olganlarga taqdirlash marosimi, mukofotlar berilyapti, tushundingizmi? Hech qachon yaxshi o'qimagansiz, shuning uchun bilmaysiz. Shunaqami? Mana kichkina bola ham kulyapti. Boyda bir anta pul sanab boshqa qilib tarqatayotganiga men bu oylik beryapti deb o'yladim. Unaqa narsa emas. Bugun o'shan bilan tabriklayman. Xullas hamma zo'r o'qigan bugun. Hamma zo'r o'qiganlar, ukajonlarim meni, singiljonlarim. Biliminglarga bilim qo'shilsin. Vatanimizga Xudo xolisa zo'r mehnatlari, zo'r aqlli o'zini g'oyalari bilan foyda keltiradigan, mashta o'tirgan otalarini, onalarini duo olib keladigan zo'r bolalardan bo'linglar. Ota-onalarni umri hajga jo'natadigan bolalar bo'linglar. Nima deysizlar bolalar? Shunaqa bo'lamizmi? Bo'ldi. Men bitta narsaga qiziqaman. Hammaga 2 milliondan. Ha, nima? Yo'q, unaqa. Men bitta narsaga nuqul so'rayman deyman-da. Ha. Qani o'quvchilarni o'zi, ota-onalar siz bundoq qarshi echamni qo'linglarni ko'tarib qo'yinglar, o'quvchilarni o'zi. Voy, qarang, hamma a'lochilar bu yerda. 50 ta o'quvchi. Bu yerda hamma a'lochilar. Bizlar maktabda a'lochilar nuqul kalta yerdi-da. Ikkichilar birinchi chep bo'lardi. Ikkinchi orqa partada o'tiradi. Endi hamma a'lochi bo'lsa, kim kaltayib, kim birinchi chep bo'ladi? Endi hamma a'lochi bo'lsa, endi hozir o'qituvchilar kaltayyapti. Hozir o'qituvchilar kalta. Agar o'quvchiga bitta tegadigan bo'lsa, darrov ota-ona kelib, "Voy, meni bolamga nima qilding?" Biz agar o'qituvchi uyingga boraman desa, bo'ldi, shu kuni yuraverardi o'g'il tegida. Endi ota-onalarga bitta savol bermoqchiman. Ota-onalar, o'zingizlarni yoshligingizni eslaylik. O'zingizlarni yoshligingizni esladinglarmi? Endi esdan chiqarib yuboraylik deb. Shunaqa ham o'qiydimi, aka? Yo'q, men misol uchun maktabda o'qituvchim ursa, uyga kelib, "Oyi, o'qituvchi urdi" desam, "O'zingda ayib" deb o'zim urardilar. To'ppa-to'g'ri. O'zim kalta yerdim-da. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa edi. Keyin hozirgi mana sizlar ota-ona bo'ldinglar, men ham ota-onaman, men ham otaman. Meni ham qizim maktabga chiqadi. Bog'chaga chiqadiganlar bor. Nimaga ovqat yemaydi hozirgilar? Xo'p. Mana qara. Men bilasanlar qanaqa ustozlaring? Bilasanlar? Men urush ko'rganman men, tushundingmi? Meni tomim ketgan. Tomim ketib qolgan mana. Maktabga komissiya kelgan. Hammaga uyga vazifaga she'r berganman. Eslaringizmi? O'shani agar yotlab bermasalaring, bilasanlar mana. Bilasanlar bu o'ldirib qo'ymasalar aytdingmi? Yotla. Ustoz. Adam dalaga chiqib molda oqqin deydi. O'shanga yotlamadim. Deyishi bilan haligi o'quvchini. Oyingizda qat o'tiribdilar. Rozi bo'lasiz kerak. Maylimi? Qattiq tegmaydi, ozgina ko'karadi.
Xullas mayli endi ani aktyorskiy qilamiz endi. Tars, turs bolani endi qonim. Bu yig'lab chiqib ketsin, yig'lab. Ay qonim, ay yuzim. Ay qonim. Ha qarang. Ay qonim, ay qonim. Siz hech kalta yeganda kulgan bolani ko'rmagan edim. O o'qituvchi sizni qitulayotgani yo'q. Urayapti. Ketdi boshqatdan. Ay qonim, ha ketdi. Nimaga ay qonim yuziga uryapman u? Va yuziga ursa nimaga ay qonim? Yig'lab chiqib ketdingiz, yig'lab. Yig'lab. Tirjayib yig'lagan odam meni ko'rish. Va bu bolani urganmisizlar bir marta bo'lsa-ya? Yig'lash nimaligini bilmayapti. Xullas ustoz debdi. Dadam dalaga chiqib mollaga qaragin, dudili mollaga qarab charchab qolib, she'ringizni yodlamadim. Tars qo'yibdi bu yog'iga, tars. 11-sinf bola ekan, bular endi kichkinaroq. Yig'lab chiqib ketibdi. Haligi bola bechara hiqillab, yig'lab, rostigasim urgan, endi ikkinchisini oyoqlari qaltirab turganmish. Oyoqlari qaltirab turganmish. Oyoqlari qaltirab turgan. Oyoqlari. Mana. Menga qara. Arabskiy emas, oyoqlari dedi. Menga qara, mana. Ha, ana. Yaxshimisiz deydi. Yaxshi edim. Yodla. Bobamiz zob. Uyga vazifa berganim yodla. Iyulda Qorboboga pishirib qo'yibdimi? Yodlamadingmi? Ha? Uyga qadalak kelib qoldi. Qudalarga seni nima aloqang bor? Bilmadim, kelib qoldi-da. Sen kuyovmisan? Yo'q. Kelinmisan? Yo'q. Kimsan? Kelin kuyovmanda. Yodlamadingmi? Bunisini ham tars. Va bu o'xshat beradi, qarab turing. O'xshat beradi. Qani? Kim bilan kelgansan? Dadam bilan kelgan. Dadang yaxshi urishadimi? Buni boshini silabdi. Yo'q. Ha? Ruldan chiqib ketmay urishsin. Adasi yomon urishadi. Yolg'on ekansiz. Kuchim yetmasa nima qilaman adasi? Ikki kishi urishamiz, nechta? Qattiq o'tiribdi o'zi. Qanday go'daysiz ko'rsin? Go'daysiz. Sizmi? Ha, bemalol. Ikki kishi urib olamiz ham. Ya, o'sami? Tars, tut, qo'ydi endi buni. Bu. Yig'la. Yig'la? Ha, bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. O'xshat, yig'lab chiqib ketdi. Nechtaga bunisi oyog'i, bunisi ishtonni qo'rqib qo'ygan bo'lsinmi? Yo'q, unaqa bo'lmay qoldi. Ha, bo'ldi. U qo'rqib turgan bo'lsin bu. Ustoz, urmang deysan. Xo'p. Ha, oyog'ini ochib. Ha, ket. Ustoz urmang. Yur. Ha, yaxshi. Bo'l chiqarib yuboring, bo'ldi. Voy, bor. Oxirgisiga kelibdi haligi nervini o'qituvchi. Komissiya kelgan. Hali she'r yodlamasa bo'lmaydi, gap tegib qoladi. Yodla. Bo'l. Yodla! Boqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Bizni odobnoma o'qituvchimizni tabriklasam maylimi? Mayli. To'yda o'qiladigan she'r bo'lsa ham, zato komissiyadan gap eshitmayman. Familiyang nima? Men o'sha komissiyaman. O nega o'qib qo'rqib ketganda o'qib Mana mana shu ukalarimizga qarsakinglar bo'lsin, zo'r o'ynab berishda. Gap yo'q. Malatsi. Ayniqsa anu qani o'zi? Rostdan chiqib ketmadim. Bir og'iz gapirmasdan shunchalik o'xshatib o'ylashi o'zimi? Albatta. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana haqiqatda talantli bolalar yig'ilibdi. Dilshtaga qarang, sahna ko'rinishi esa sahna ko'rinishi, rol o'ynash bo'lsa rol o'ynash, o'qish bo'lsa o'qish. Bular o'ynashga ham vaqt ajratyapsizlarmi? Bular o'ynab yurishiga, o'ynayapsizlarmi ish qilib, bet-betlarda? Nima? Zo'rg'a ha deyapti. Ha-da?
Ana kuni olib bordimmi parkka? Orqada. Parkka bizam paytda parkka ham zo'r bo'lardi. Kaltaga borib kaltayib kelardik. Hech qachon rozi bo'lmasdik. 50 ta kachelada uchirib, bittasida uchirmasa bo'ldi. Bir tiy. Shunaqa bo'lardi. Tars qo'yilardi. Mana shikolat marojniy olib berganlar-da. Lekin men kaltayib, yig'laganim uchun alohida kalta yerdim. Og'zingni yum deb yana urardilar-da. Sadillarning onasi Yaponiyadan. Voy, men bitta agar aytganlarini qilmasam, onam sirazi kimononi kiyib chiqardilar. Mana shu sadillar bu yoqda turgan bo'lsa, kalish olib bu yoqqa otsalar ham sadillarga tegadi-da. Ninja bo'lganlar, ninja bo'lganlar. Gap so'z yo'q. Hammanglarga omad, yaxshi kayfiyat, ozgina kayfiyatinglarni ko'tarish uchun bilamiz, isib ketyapsizlar, nima deydi, g'olib bo'lganlar tezroq meni o'g'limmikin, meni qizimmikin deb turibsizlar, ichinglarga sig'may turibsizlar, shuning uchun juda ko'p cho'zmaymiz, Dilshod aka. Men bitta narsani aytib qo'ying. Men hozir yolg'on gapirganim yo'q. Mana shu o'tirganinglarning qo'lingizga hozir bir qanchadan pul beriladi, xudo xolasa. O'sha pullarni olib yelpib o'tirishingiz uchun isitib qo'yganmiz. Mana shu yoqqa pulni shamoli, doda, qancha bo'ldi ushlaganingizga? Pulni. Kecha pensiya oldim deng. Shu yerga keldingizmi o'zi? Doda, navarangiz qaysi biri? Navarangiz. Siz ustozmisiz? Men da keling, ustoz. Yo, rostdan ustozmi? Ustoz, 1 minut. Ustozmi? Maylimi? Sizni maqtamoqchiman, maylimi? Keling. Xijolat bo'lyaptilar, Dilshod aka, xijolat bo'lyapti. Bo'lmasam turmaslardan bitta narsani men aytmoqchiman. Biza shogirdlar, biza maktab o'quvchilari, birinchi o'qituvchimiz bo'ladimi, kuratorimiz bo'ladimi? Mana shunaqa olimpiadalarga tayyorlaydigan o'qituvchilarimiz, olimpiadalarga olib keladigan o'qituvchilarimiz bo'ladimi? Biz o'sha joylarni bitirib, qanaqadir mavqelarga ega bo'lib ketamiz, to'g'rimi, bolalar? Bu bolalar sizlarga tegishli. Mana shunaqa kamtarona o'qituvchilarimiz bor ekan, bitta narsa. Ertaga qanaqadir bir kresloni egasi bo'lganimizda, martabali bir ishchi egasi bo'lganimizda ikkita non ko'tarib kelib, xabar olib qo'yishni o'rganaylik. Rozimisizlar bolalar shu gapimga? Ustoz otangdek ulug' deydi. Albatta. Otamizga qilganini ustozlarimizga ham qilaylik. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin, hazillarimizga rozi bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Hammaga omad. Hammaga omad. Rahmat. Endi ozgina qoldi. Xo'p, endi hayajonli daqiqalar, hayajonli onlar. Tez tugatamiz. Xo'sh, olimpiadani g'oliblarini e'lon qilamiz. Ularni har biri mehnat qilib, o'z iqtidori bilan finalgacha yetib kelishdi. Asrorbek, men sizga iltimos qilardim, ozgina yordam berishingizni. Bu yerda yozilishi bo'yicha bo'ldi, tushundim. 38-o'rin olganlar ham bor ekan, to'g'rimi bu yerda? 38-o'rindan to 4-o'ringacha har bitta o'quvchiga 1 milliondan beriladi. Buni tadbir yakunlangandan keyin qo'l qo'yib olasizlar. Buni alohida chaqirishadi sizlarni. Endi 3-o'rin 20 million so'm oladi. Ikkinchi o'rin egalari 35 million so'm oladi. Birinchi o'rin Grand Prix esa 60 million so'm va maxsus tantana medal sovg'a qilinadi. Demak, bizni yana bir mehmonimiz bor. Registon School'dan tashrif buyurgan Javoddin aka, keling. Bugun o'zingizni ham atagan sovg'alaringiz bor ekan, bu sovg'alarni taqdim etish mumkin bo'ladi. Keling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Bugungi chiroyli kunda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Xudo xolasa, Registon ta'sischilari, Registon rahbariyati tomonidan bizlarning ham o'z esdalik sovg'alarimiz bor edi. Shularni ham taqdim etishimizga ruxsat berasizlar. Rahmat hammanglarga. Demak, sovg'a ham qo'shiladi. Hozir endi o'sha 38-o'rindan 4-o'ringa olgan o'quvchilar qayerdasizlar? Shu yerdasizlarmi?
ko'pchilik shu yerda hali bilmaysizlar. Demak 1 milliondan pul tayyor, mana konvertda hammasi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, biz birinchi 1 million so'm pul mukofoti yutgan o'quvchilarni davramizga taklif qilib qolamiz va ularning ro'yxatini ham guruhga tashlab qo'yamiz. Birinchi demak 38 talik o'quvchilikka kirgan o'quvchimiz Qalandarov Baxtbek Zafarbek o'g'li. Shu yerdami? Navbatdagi o'quvchi Xo'rozov Baxtbek Bobur o'g'li 1 million so'm yutib oldi. Navbatdagi o'quvchi Abdusattorov Beg'zod. Keyingi o'quvchi Adiljanova Gulhayoxon Qobiljon qizi. Adiljanova Gulhayoxon. Keyingi o'quvchi Burxoniddinov Mirziyo Hasanboy o'g'li. Navbatdagi o'quvchi Boboqulova Shirina To'lqinjon qizi. Boboqulova Shirina. Keyingi o'quvchi Oripov Jahongir Jamshid o'g'li. Hurmatullayev Muhammad Mustafa 1 million so'm yutib oldi. Keyingi o'quvchi Azimov Salohiddin Muhsinjon o'g'li. Keyingi o'quvchi Sayfullayev Bunyodbek Istam o'g'li. Sayfullayev. Navbatdagi o'quvchi Ahadjonov Komron Azamatjon o'g'li. Keyingi o'quvchi Bozorov Rahmatulloh Hayitali o'g'li. Keyingi o'quvchi Shokirova Mumtozbegim Ulug'bek qizi. Fotosessiya jarayonini o'tkazib olamiz. Rahmat o'quvchilar, joyinglarni egallab olinglar. Navbatdagi o'quvchi To'rayev Faridun Farhod o'g'li. Keyingi o'quvchi Ibrohimov Muhammad Amin Isroilovich. Keyingi o'quvchi Inometdinov Og'abek Jumanazar o'g'li. Keyingi o'quvchi Qodirov Muhammad Aziz Obidjon o'g'li. Olqishlab qo'yamiz. Keyingi o'quvchi Muhammadov Umidjon Maqsudjonovich. Keyingi o'quvchi Qosimova Sarvinozxon Qodirjon qizi. Keyingi o'quvchi Mahmudxonov Afzalbek Adham o'g'li. Mahmudxonov Afzalbek. Keyingi o'quvchi Ravshanova Rayhon Obidjon qizi. Keyingi o'quvchi Mansurjonov Izzatjon Ibrohimjon o'g'li. Abdunabiyev Temur Furqat o'g'li. Olqishlab qo'yamiz Temurni.
Abdumajidov Mirabror Miraziz o'g'li. Fotosessiya jarayonini o'tkazib olamiz yana bir bor. Rahmat o'quvchilar. Normurodov Bunyod Beg'zodovich. Navbatdagi 1 million so'm. G'aniyev Muhammad Rizo Fayzullo o'g'li. Alijonov Muhammadjon Farhod o'g'li. Alijonov Muhammadjon. Qo'chqorova Zinnura Sardorbek qizi. Mirzaliyev Zohirshoh Jahongir o'g'li. Lutfullayev Imron Mirzo Shohruh Mirzo o'g'li. Shavkatov Mashhurbek Jonibek o'g'li. Ma'rufjonov Jo'rabek Oybek o'g'li. Abdumannopov Azizbek Alisher o'g'li. Mahmudjonov Shermuhammad Shuhratjon o'g'li. Achilov Bobur Jasurbek o'g'li. Fotosessiya jarayonini o'tkazib turamiz o'quvchilar. Marhamat. Kelinglar, yaqinroq o'tirib olinglar. Rahmat. Ana endi esa biz 3-o'rin g'olibini tanlaymiz hozir. 3-o'rin summa esinglarda qancha qolgani, qancha bo'lgani. Marhamat, olib kelinglar. Bu kichkina sovg'a emas. 3-o'rinni o'qiyman. Azimqulov Azamat O'tkir o'g'li. Voh, mana tayyor turibdilar. Assalomu alaykum. Demak, sizga 20 million so'm ota-onangiz kelganmilar? Keling. Onajon ham shu yerda ekanlar. Ha, telefon ham bor bo'lsin. Sanab oling, marhamat. Yosh bola pul yo'qotib qo'yadi. Oling, tabriklaymiz sizni. Yetadi, bo'ladi, ha, bo'ladi. Qancha yilib o'tirsin? Muborak bo'lsin. Hech qachon bilimdan uzoqlashmasin. Sog' bo'ling. Bu ham sizga olib ketasiz endi, yengil qilib qo'yganmiz. Xo'p, 2-o'rin. Xo'p. Abduvahobov Abdul Fayz Azimjon o'g'li 35 million. Dilshod aka. Ey, qasay chalib turaylik. Xo'sh, endi esa eng hayajonli 1-o'ringa keldik. 60 million. Ikromjonov Samandar. Shu yerdamilar? 60 million. Akalari kim bor? Samandarga qarshi yili. Baraka toping. Bu quvonch yoshlari. Ko'z tegmasin. Bravo! Aziz ota-onalar, sizni farzandlaringizdan bulardan kam emas. Xudo xolasa bu yil bo'lmasa kelasi yil albatta shu o'rinlarni olishadi. Hammaga mana shunday kunlar, mana shu ayyor doimo yor bo'lsin. Farzandlaringizga bilim berishdan, ilm olishdan hech qachon
erinmanglar. Eng yaxshi sarmoya aytganimizdek bilimdir. Muborak bo'lsin. Hammani farzandiga mana shunday yutuqlarga erishishlarini biz tilakdoshimiz. Kelganingizga kattadan katta rahmat. Bemalol marhamat, tarixiy suratlarga tushib olishinglar mumkin bo'ladi. Qadamlaringizga hasanot deb qolamiz. Achilov Bobur, Achilov. Bir qaroringiz, sizga sovg'angiz mana topildi. Bobur Achilov. Achilov Bobur shu yerdami? To'ray Faridov Mahmudov shu yerdami? To'ray Faridov. Faridov shu yerda bo'lsa, Faridov? Ha, shu. Ha, Faridov zo'r ishtirok etgansiz, kumush medal bilan taqdirlandingiz. Mana shu yerda o'tirasiz. Keyingi kumush medalimiz bronza, uzr, 3-o'rin bronza medalimiz. Qo'chqorova Zinnura Sardordek qizi. Zinnura ham bronza medaliga loyiq ishlagan. Zinnura ketib qolganlarmi? Keyingisi Lutfullayev Imron Mirzo, Shohrum Mirzo o'g'li. Xo'p, Imron Mirzo bu yerda emas, shekilli bolalar olib ketasizlar. Shavkatov Mashhurbek Jonibek o'g'li, 8-o'rin, bronza medal. Shavkat Jonibek. Chiqyaptimi? Ha, Mashhurbek. Xo'p. Ma'rufjonov Jo'rabek Oybek o'g'li ham. Jo'rabek sherdami? Jo'rabek bronza medal bilan taqdirlanasiz. Xo'p. Endi Jo'rabek 7-o'rin bo'lgan, 6-o'rindan 4-o'ringacha kumush medal bilan taqdirlanadigan o'quvchilarimiz Abdumannofov Azizbek Alisher o'g'li. Azizbek kumush medal. Ya'ni ramziy ma'noda 2-o'rin desak bo'ladi. Keyingisi Mahmudjonov Shermuhammad Shuhratjon o'g'li kumush medal bilan taqdirlanadi. Xo'p. Va 4-o'rin Ochilov Bobur Jasurbek o'g'li. Ochilov Bobur bormi? Ochilov Bobur zo'r ishtirok etgan 4-o'rin. Bu Ochilov Bobur xafa bo'lyapti. Sababi 3-o'rin bilan bali 1 balga razisa qilgan, 1 balga. Lekin shuning uchun mayli, xudo xolasa hammasi yaxshilikka. Ha? Mashhurbekka medalni beramiz. Mashhurbek bronza medal bilan taqdirlanadi. Shavkatov Mashhurbek Jonibek o'g'li. Mashhurbek tabriklaymiz. Endi oltin medallarimizni o'zi bildinglar. Oltin medallarimiz demak Azimqulov Azamat O'tkir o'g'li. Oltin medal. 20 million, lekin eng yuqori o'rin bo'lganligi uchun 1-2-3 ga oltin medal beriladi. Abduvahobov Abdulfayz Azimjon o'g'li oltin medal bilan taqdirlanadi va bugungi olimpiadamiz qahramoni. Hop. Xohlasangiz xursandchilikdan sochaversa ham bo'laveradi. Keyin yoki yugurib ketish kerak. Hop, Ikromjonov Samandar Sanjar o'g'li oltin medal, 1-o'rin, kubik sohibi, bugungi ko'nglimiz qahramoni. Hop, rahmat hamma ota-onalarga, o'quvchilarga.
birinchi o'rinni ustozni ota-onasi topshirsak, Assalomu alaykum. Avvalambor Katta Yo'l Olimpiadaga tashrif buyurganlar uchun rahmat. Qayerdan keldinglar? Assalomu alaykum hamma barchaga. Biz Jizzax viloyatidan keldik. Jizzax viloyatidan kelib, mana 150 ta o'quvchi orasida faxrli 3-o'rinni olib 20 million so'mga ega bo'ldilar o'quvchingiz. Xo'p, o'quvchingiz haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Mana shu olimpiadaga qanaqa yo'llar orqali tayyorlanib bu natijaga erishdilar? O'quvchimiz Azimqulov Azamat bugungi olimpiadada faxrli 3-o'rinni oldi. Bugungi olimpiadada qatnashgan 150 ta o'quvchini menimcha hammasi ham teng kuchli o'quvchilar hisoblanadi. U respublikadan yil davomida PMTS jamoasi tomonidan yig'ilib, saralanib kelgan o'quvchilar. Bu o'quvchilar ichida boyaginday qaysidir ma'noda omad, ozgina bilim tomonidan farq bo'ldi. Ballar unaqa farqli emas. O'zimiz ham ko'rib turibmiz. 2-3 o'rinda bali bir xil. Ya'ni o'quvchilar deyarli teng kuchli o'quvchilar hisoblanadi. Azamatga keladigan bo'lsak, o'quvchi juda tirishqoq o'quvchi. 2 yildan beri o'zimizning qo'limizda tarbiyalanib, Odil ustoz, biz hamkorlikda o'quvchini o'qityapmiz. Juda ham kuchli bilim egasi, tirishqoq o'quvchi. Qanaqa savol bo'lsa ham o'zini nima deydi, bilimiga ega, o'sha savolga tayyor bo'lgan o'zi kuchli o'quvchi hisoblanadi. Rahmat. Endi onalariga yuzlanamiz. Ustoz, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Avvalambor o'sha farzandingizni 3-o'rin 20 million so'm yutgani bilan tabriklaymiz yana bir bor. Xo'p, olimpiadaga keladigan bo'lsak, bu olimpiadamizda qatnashib yo'llanma olish jarayonlari qanaqa bo'ldi? Shu haqida bizga ma'lumot bera olasizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Bu olimpiadaga yetib kelishida ustozlarning o'rni juda ham katta. Yadro akademiya ustozlarini hammasiga rahmat deb qolaman. Yana nima deyman? Rahmat fikrlaringiz uchun. Xo'p, bu olimpiadaga mana Azimqulov Azamat o'quvchimiz Xo'p, PMTS olimpiadasiga tayyorlanish jarayonida PMTS kanali qanaqa foyda berdi sizga va farzandingizga? Farzandimga katta foyda berdi deb o'ylayman. Aynan nimalari? Yakshanbalik testda qatnashishlari bor. Mana yakshanbalik test o'tkazamiz. Keyin kanalimiz bor. Kanalimizda seshanba kuni o'sha haftaning 3 kunlarida test o'tkaziladi. Mana shu testlarda qatnashib borib, natijaga erishgan va shu orqali yo'llanma olgan shekilli. To'g'rimi? Yo'q, u testlarda yakshanba kuni bo'ladigan testlarda qatnashdi. Keyin Edohilolda bo'lgan olimpiada bo'ldi. O'shanda yo'llanmani qo'lga kiritdi. Qo'yil. Xo'p, rahmat sizga avvalambor tashrif buyurganlaringiz uchun. Sizlarga ustozlar rahmat. Keyingi ishlaringizda omad tilaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor PMTest, ya'ni Katta Yo'l olimpiadasiga tashrif buyurib, mana shu qatnashganlaringiz uchun alohida rahmat sizlarga. Qayerdan keldinglar? Assalomu alaykum. Biz Andijon viloyatidan keldik. Andijon viloyati, Andijon tumanida Orol mahalla fuqaro yig'inida yashaymiz. O'g'lim Abdulfayz 1 yildan beri Namangandagi Vodiy ta'lim o'quv markazida shu ustozlar Islomjon Ibragimov hamda Ma'murjon domlalarida tahsil olib kelyapti. Va shu ustozlarimning mana mehnati bugun Xudo xohlasa mana shu o'z samarasini ko'rsatdi va o'g'lim Abdulfayz 2-o'rinda oldi bu olimpiadada. Avvalo bu olimpiada tashkil etgani uchun avvalo shu tashkilotchilarga hamda jumladan Asror akaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki bunday olimpiadalarni ko'p tashkil etish bu farzandlarimizda ko'proq tajriba almashish hamda o'ziga bo'lgan ishonchni yanada o'sishiga yordam beryapti. Va bu natijaga erishgan uchun ustozlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, 10 mingdan ortiq o'quvchilar ishtirok etgan o'sha PMTS Katta Yo'l olimpiadasida 150 talik saralanganlar orasidan mana 2-o'rin olib 35 million pul mukofotiga sazovor bo'ldilar. Bu darajaga erishishlarida PMTSning o'rni qanaqa bo'ldi? PMTSning o'rni albatta mana biz 30-yo'llanmani olganmiz. Ya'ni bu boshlanganiga mana 1 yil bo'lyapti. Biz dastlabki bosqichlarda olganmiz buni.
Demoqchi, undan keyin ham har safar onlayn testlarda qatnashib, har haftada yoki 15 kunda bir qayerda bo'lsa, Farg'onada bo'lsa u yerga ham bordik. U yerda ikkinchi o'rinda olib keldi. Mana Asror aka o'zi bu yerlarga borib uyushtirdi. O'sha PM test qanchalik o'sha onlayn testlar ko'p o'tkazgan sari farzandimizda o'sha ishtiyoq, o'ziga bo'lgan ishonch oshib bordi hamda o'sha miyasi aytganda charxlanib, aqli charxlanib, o'sha o'sishiga yordam berdi. Shuning uchun ham katta rahmat. Nasib etsa endi Prezident maktabi, Al-Xorazmiy maktablariga hujjat topshirib, imtihonlarda qatnashasizlar. Xo'p, keyingi yilga tayyorlanayotgan o'quvchilar uchun qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Albatta bu maktablarga iqtidorli yoshlar misol kirish uchun albatta birinchi o'rinda ustozni to'g'ri tanlash bilish kerak ekan va qayerda tayyorlanishini o'sha statistika yoki o'sha ma'lumotlarga tayangan holatda ishonchli hamda yaxshi o'z bilimi chuqur hamda taktikasi mavjud bo'lgan ustozlarni tanlab o'shalarga orqali tayyorlanish kerak bo'lar ekan. Eng muhim narsa shu ekan. Albatta PM testni o'rni bu yerda juda katta bo'ladi. Rahmat. Endi ustozlarga yuzlanamiz. Ustozingiz mana 35 million shogirdingiz 35 million so'm pul mukofotiga ega bo'ldi. Bu o'quvchilaringiz orasida o'zini ajralib tursa kerak, o'sha haqida bir ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugungi olimpiadada ikkinchi o'rinni qayd etdi o'quvchimiz. Bundan juda xursandmiz. To'g'risi ancha katta hayajondamiz. Asli hayajon o'tgan yilgi olimpiadadan ham qolgan. O'tgan 2024-yilda bizga ancha tajriba bo'lgan bu olimpiadada qatnashish. Bu yil ikkinchi mavsum qatnashishimiz. O'tgan yili birinchi o'rinni olgan o'quvchimiz. Mana bu yil sovrinlar ro'yxatini davom ettirdik, xudo xolasa. Ikkinchi o'rinni egalladi. Juda xursandmiz. Xudo xolasa oldimizga yana bir maqsad paydo bo'ldi mana bugun. Demak, tayyorgarlikni yanada oldingi yildan kuchliroq qilmasak, demak o'rnimiz bir pog'ona bo'lsa ham tushdi. Lekin ikkinchi o'rin bu yilgi raqobat, bu yilgi 150 ta o'quvchilar o'tgan yilgi o'quvchilar bilan ancha farq katta. Buni saralash jarayonida ham bildik. Mana bugungi olimpiada ham ko'rsatdi. Shuning uchun xudo xolasa bizga yana bir motivatsiya paydo bo'ldi. Keyin yana birinchi o'ringa harakat qilamiz. Bu o'quvchimizga kelsak, o'zi ko'rinishlardan, o'zidan tushlardan ham ma'lum, juda mehnatkash. Tunni-tun, kunni-kun demasdan deyarli uyqu yo'q. Kichkina bo'lishiga qaramasdan, hattoki uxlayotganda ham o'sha misol masalani yechib, ustida uxlab qoladigan o'quvchilarimizdan biri. Mana shu mehnatlari, mana shu harakatlari, qolaversa ota-onalarning e'tiborlari va markazimiz oliy ta'lim o'quv markazi yaratib bergan sharoitlar orqali erishdilar va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Shu shaxsan bizni natijalar Prezident maktabi, Al-Xorazmiy maktabiga o'quvchilarimizni kirishida eng katta rol o'ynayotgan PM test jamoasi ham hisoblanadi. Sababi bizning asosiy bazalarimizdan biri aynan siz PM test jamoasining materiallaridan foydalanamiz. Buni bemalol ayta olamiz. Bizga juda katta foyda beryapti. Nafaqat natija ko'rsatishda, balki o'quvchilarimizni 3-sinflikdanoq, 2-sinflikdanoq raqobat muhiti o'sishiga sabab bo'lyapti. Ayniqsa hududlarda bo'layotgan olimpiada repetision testlarni o'quvchilarimiz har safar kutishadi, orzu qilib. Ayniqsa kanallarda bo'lgan onlayn testlarni natijalari misol ertalabgacha e'lon qilinadi deyilsa, o'shani uxlamasdan kutishadi. Shunaqa darajada o'quvchilar qiziqadiki, o'sha testda nimadir o'quvchi oladida, shuning uchun qiziqadi. Agar test o'quvchiga hech narsa bermasa yoki bir o'quvchiga foyda bermasa, uni o'quvchi kutmaydi. Shu ma'noda biz ustozlar ham qanaqadir test kanalga tashlansa, albatta e'tibor qaratamiz. Sababi har bir testdan biz nimadir olamiz har safar. Ana shuni o'quvchilarimizga ulashamiz. Mana Xudoga shukr, 2020-yildan beri kanalining kuzatuvchisimiz, a'zosimiz. Har bir yutuqli olimpiadalarni qoldirmaymiz. Onlayn testlarda ishtirok etishga harakat qilamiz. O'quvchilarimizga katta foyda beryapti. Mana bu bugungi olimpiada ham shu testlaringizda faol qatnashganligimizning samarasidan biri. Juda xursand bo'ldik. Sizlarga ham katta rahmat. Charchamani keyingi yilga bundan-da katta ko'lamda, bundan-da yuqori cho'qqilada o'tkazishni tilaymiz. Katta rahmat sizlarga. Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringga. Mani o'g'limiz Ikromjonov Samandar, bu dadalari, bu opasi, bu ustozi Sohibqiron. O'tgan yili 2024-yil iyul oyidan boshlab shu matematikaga qiziqishi borligi sababli biz xohlamaganmiz. O'zi qiziqib shu ustoz bilan qayerdadir ko'rishib qolib, shu yerga o'qishni boshladi. O'sha birinchi, ikkinchi oylardayoq birinchi o'rinlarda olishni boshladi. Shu sababli qandaydir katta motivatsiya bo'ldi-da bu bolaga.
o'sha nima desam bo'ladi, qolgan bolalarga nisbatan bizni vaqtimiz juda kam qolganligi sababli biz bundan kutmagandik bu natijani, lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi oy xullas har safar birinchi, ikkinchi o'rin bo'lib keldi. Juda ko'p bora olimpiadalarga qatnashdik. KXISO degan imtihon bo'lardi har haftada 15 kunda bir marta. Undan tashqari yana har hafta xullas yakshanba kunlari bu olimpiadalarga, imtihonlarga borib qatnashib yurib, yaxshi natijalarga erishdi. Bunda men avvalo dadamizga shunga imkoniyat qilib bergani uchun avvalo rahmat demoqchiman. Ustozimiz Sohibqironga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki biz juda ko'p bolani kasal qilib qo'yishdan, ko'p o'qigani sababli xohlamadik bu narsani haqiqatdan ham. Lekin Sohibqiron bilan urushgan, tortishgan kunlarimiz ham bo'ldi, lekin shu bolani natijasi chiqadi opa degani uchun biz mana shu kungacha yetib keldik. Lekin bugun ham biz bu natijani umuman kutmagandik, chunki respublikada bu tanlab olingan 150 ta bolaning ichida men to'g'risi hatto o'g'limga qayta Farg'onadan shu yerga yetib kelguncha ham biz kechqurun yo'lga chiqib, azonda yetib keldik, kechasi bilan buni uxlasin boshqa deb keldim, lekin shu yerga yetib kelguncha ham mayli o'g'lim yutuq ola olmasang ham biz seni shunchaki bilimingni sinash uchun boryapmiz deb qayta tayinlab keldim, lekin haqiqatan kutmagandik bu natijani. Rahmat hammalaringga. O'g'lim senga kattadan katta rahmat. Bizga shunchalik bu yutug'ing emas, biliming shu darajada kuchli bo'lgani va kecha-yu kunduz uxlamay tayyorgarlik ko'rganing uchun. Meni tanbehlarimni eshitib, ustozingni tanbehlarini eshitib, dadang ba'zida bir qattiq gapirdi. Hammasiga rozi bo'lib shu kunga yetib kelganingni men natijasini ko'ryapmiz. Senga ham juda ham katta rahmat. Seni onang bo'lganim uchun juda ham xursandman. Avvalo shu yerga yetib kelishimiz sabab, asosiy sabab Jumanazar aka bilan har doim aloqada bo'lib turamiz, chunki Telegramdan onlayn maslahatlar olib, keyin har yakshanbali repetision testlarda doimiy qatnashib bordik. Keyin har bir yutuqli savol javoplarini birgalikda o'quvchim bilan ishlab chiqdik. Telegramdagi yutuqli olimpiada savollarini asosan o'sha har yakshanba bo'ladigan shu yutuqli olimpiada testlarini yechib shu darajaga yetishdik. Olimpiada tashkil ettirganlarga rahmat.